Devir haftalik jurnali 22 sentabr 2020 yillik dunyodagi ta'sir kuchli 100 shaxsni e'lon qildi. Amerikalik Uyg'ur advokat, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiriyat raisi Nuri Turkel dunyodagi ta'sir kuchli 100 shaxs qatoridan o'rin oldi. Mazkur tor betida Nuri Turkelning bir Uyg'ur advokat bo'lish sifati bilan yillardan buyon jamiyat uchun harmay talmay xizmat qilib kelganligi, Uyg'ur kishilik huquq harakati qo'zg'aganligi, Xitoy o'z jinoyatini bor kuchi bilan yoshirgan ahvolda Uyg'urlar uchirgan zulmni dunyoga anglatib, xalqaroning diqqatini qo'zg'ash uchun kuch chiqarganligi qatorliq nuqtalar alohida tilga ilingan. Nuri Turkel apandi mundaq dedi: "Bu xabarni anglagandagi hissiyotim nihoyat murakkab. Xalqimning azobliq, ichinishli hayotini unumlik anglatib, 100 ta'siri zo'r shaxsning biri bo'libdiman. Agar vatanim tinch omon bo'lgan bo'lsa, xalqim insoniy qadr-qimmati bilan yashay olgan bo'lsa, menga bu atoqning hech hojati yo'q edi." U yana o'zini nomzod qilib ko'rsatgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysoga alohida rahmat etdi. Cenevada o'tkazilgan 45-ci növbətlik kişilik huquq kengashi yig'inida Birləşkən Dövlətlər oldidagi so'niq o'rindiq yanida Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatayli temasida rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi uyushtirgan 3 kunlik fotosurat ko'rgazmasi Sharqi Turkistonga tez suratda nacharlashayotgan vaziyatni gavdalantirishni maqsad qilgan. Xalqaro jamiyatga Uyg'ur krizisini tunishtirish uchun Uyg'ur qurbonlarining rasmlari ko'rgazma qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso mundaq dedi: "Bugun biz majburiy emgak va Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun rasm ko'rgazmasi o'tkazyapmiz. Bu yerda 45-ci navbatlik kishilik huquq kengashi yig'ini davomlashyapti. Biz bu fursatdan foydalanib, Uyg'ur qirg'inchiligiga bo'lgan tunishini o'stirib, xalqaroning diqqatini qo'zg'ash maqsadida bu faoliyatni planladik." Reuters agentligining 22 sentabr xabar qilishicha, Fransiya prezidenti Mاكرون 22 sentabr Birlashgan Dövlətlər Təşkilatida qilgan so'zida mazkur tashkilotni Uyg'ur rayoniga o'mak avatib, Uyg'ur musulmonlarga ko'ngil bo'lishga chaqirgan. Mاكرون so'zida mundaq degan: "Aqalli kishilik huquq G'arbning boshqa davlatlarining ishiga aralashadigan yoki uningga qarshi turish uchun qo'llanadigan ideyasi emas. Balki bu mazkur tashkilotimizning prinsipi bo'lib, Birlashgan Dövlətlər Təşkilatıga a'zo davlatlarning hammasi bu prinsip va ahdnomalarga qo'l qo'ygan. Shunga uningga hurmat qilish kerak." Fransiya Birlashgan Dövlətlər Təşkilatıdan Uyg'ur rayoniga o'mak avatishni talab qildi. Chunki biz hammamiz Uyg'ur musulmonlarining ahvoliga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Dünya İmamlar Kengashi organ to'ri betida Uyg'ur o'limalaridan Turg'unjon Alovuddin bilan doktor Imomjon Bog'doning maslahat komitetiga a'zo bo'lganligini e'lon qildi. Turg'unjon Alovuddin Misr Azhar universitetini bitirgan bo'lib, navbatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri, Sharqi Turkiston o'limalar birligining muavin raisi qatorliq vazifalarni o'tamoqda. Doktor Olimjon Bog'do Qahramonmaraşchi Imom universitetining o'qituvchisi bo'lib, u Sharqi Turkiston o'limalar birligi fatvo komitetining mas'uli, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining a'zosi. Dunyo imomlar kengashi o'z bayonotida ikki o'limaning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga vakolatan mazkur kengashning a'zosi bo'lganligini qarshi oladiganligini bildirgan. Dunyo imomlar kengashi dunyoning har qaysi joylaridagi o'limalardan, Dunyo imomlar kengashi dunyodagi har qaysi joylardagi o'limalardan tashkillangan hukumatsiz tashkilot bo'lib, navbatda 1000 dan ortiq a'zosi bor. Avstraliya Tasmaniya o'lkasining Makari bosh rayonidagi tez suvda to'xtab qolgan 470 kitning 70ning qutqizib olinganligi, ammo 380 kitning o'lib ketganligi e'lon qilindi. Muxbirlarni kutib olish yig'inida Tasmaniya bog'chisi va yovvoyi hayvonlar mulozimat direktori Nick Teka 4-kuni bo'lgan kitlarni qutqizish harakatidagi o'zgarishlar haqida bayonot e'lon qildi. Davomlashayotgan qutqizish jarayonida tez suvdagi qumga qisilib qolgan 70 kitning qutqizib olinganligi va muvaffaqiyatli holda dengizga qaytib kelganligini bayon qilgan Deka 380 kitning qutula olmaydiganligini aytdi va 20 kitning bugun qo'yib berilishidan umid borligini aytdi. Makari bosh rayonidagi tez suvda qapsilib qolgan 270 kitning qutqizish jarayonida tönögün yana 200 kitning bu rayon bilan bo'lgan orlig'i 7 kilometrdan 10 kilometrgacha bo'lgan tez dengizda to'xtab qolganligi bayqalgan edi.